Assalomu alaykum hammaga xayrli kun. Agar meni ko'rishdan zerikkanlar bo'lsa, ochig'i men o'zim ham zerikdim. Lekin majburiyat degan narsa bor. Mana shu ishlar yakuniga yetsa, Xudo xolasa umuman bir internetga ham chiqmayman, ko'rmaysizlar. Xullas, men boshida internetdan yordam so'rab chiqqanimdan keyin, demak, hozirgi jarayonda ham men internetga izoh berib chiqishim o'rinli deb hisobladim. Dastavval seni qo'lingda hech qanaqangi bir daliling yo'q, u video bo'lganda u bu deganlar. Hozir surishtiruv, tergov harakatlari ketayotgan vaqtda ishtimani chiqarib bo'lmaydi. Mana shu o'sha xizmat uyi, ana shu darvozasi, mana bu zinasi, ana chiqqan nimasi. Bunaqangi vaziyatda hozir biz jim turibmiz, chunki ularda o'sha video yo bir nimalarda tarqatilishda ham aybi bor. Endi biz ham chiqarib olsak, ular bilan bir xil holatda bo'lib qolamiz. Bundan tashqari, bugun ertalab soliqni boshlig'ini xotini telefon qilyapti, endi o'sha sobiq soliqni boshlig'i. O'zini xotini telefon qilib turib, aytayaptiki, "Opa, bitta narsaga tushunmayapman, men internetga chiqmaganman, nima qila olmayman. Men klaviaturali telefon ishlataman, biz haqimizda har xil gaplar chiqibdi, qo'ni-qo'shnilar aytayapti." Qanday shunaqa bo'lishi mumkin? Kecha marakaga ikkita ayol kelib, uyda syomka qilishga harakat qilyapti. Bizni nima qilishga harakat qilyapti, gapirtirishga. Bu qanaqangi? Aytayapman, oilam tinch, boshqa deyapman. Kechga borib boshqacha narsalar chiqarib yuborishyapti. Shunaqasi ham bo'ladimi deb. Orqasida turganlar, sizlar aqlinglar bormi? Sizlar o'zbekmisizlar, musulmonmisizlar? Marakaga borib videoga olish qachondan chiqqan? U otasi o'lgan ularda. Dadani o'lishi men bilaman, dadam o'tgan meni. Otani yo'qotish oson emas. Dadani o'lishi bu juda bir odam bir 5-10 yil o'ziga kelolmaydi. Sizlar qanday marakaga borib intervyu olishga harakat qilyapsizlar? Shunaqa qilib oila boqasizlarmi? Orqasida turganlar shu darajada ham bir mo'rtmisizlar? Bitta ayol kishi bilan shuncha olishasizlarmi? Ajcha sabr qilib turinglar, haq bo'lsalaring, qonun ishlarday ko'rib chiqsin. Qonun doirasida gaplashaylik. Mana videodan boshqa darvozani u yog'idan turib, bugun 17-aprel, bunaqa tezkor xabar, bunaqa holatga biz aniqlik kiritishimiz kerak degan. Aqalli bitta video beringlar menga, men xalqning oldida kechirim so'rab chiqaman sizlardan. Xalqning oldida kechirim so'rab chiqaman. Nima qilyapsizlar? Shu darajaga yetib bordilaring, marakaga kirib bir nimani olib, shuni ommaga olib chiqish darajasiga yetib bordilaring. Sizlar nimanidir isbot qilamiz deb butun bitta nimani bir kamchiliklaringizni, mo'rtligingizni isbot qilib beryapsiz. Bittasi chiqibdi, bir 8 marta primoy qiladi, men fikrimni bildiryapman deydi, bir nima desang, men unaqa demadim deydi. Yana nima emish? Bu qiz meni singlim. Unaqa tuhmat qiladigan odam meni akam bo'lmaydi hech qachon. Bu ishda oxirat bo'ladimi, boshi bo'ladimi, qaytida bo'lsa ham, meni yetib pushtim kuyib ketadi agar. Bizda yo'q yolg'on gapirayotganlar, bizda yo'q tuhmat qilayotganlar, bizda yo'q g'iybat qiladiganlar. Qaysiningiz qanaqa fikr bildirayotgansiz? Ehtiyot bo'ling. Har bitta fikr, har bitta tuhmat, hammasi uchun javobgarlik bor. Hurmatli, kiber xavfsizlik degan tizim sizlarning yo'nalishinglar qanaqa? Agar bir amaldor bir nimani yo qizi yo kimdir bo'ladigan bo'lsa, yo like bosib qo'ysa, yo rasmini jichib buzib qo'ysa, darrov topasizlar-ku. Nimaga kar ko'r yo ishtimani ko'rmaydigan holatdagi rejimda ishlayapsizlar? Nimaga bunga chek qo'ymayapsizlar? Qachondan beri Facebook deysizmi, Instagram deysizmi, xolis bo'lsalaring. Nimaga bunga qarshi kurashmayapsizlar? Kurashinglar, men ham O'zbekiston Respublikasining fuqarosiman, men ham haq-huquqlarimni talab qilyapman. Qanday bo'lishi mumkin shunaqa holat? Qachongacha bo'lishi mumkin? Tarixda ma'lum, qaysidir bir erkak kim bilandir tortishib qo'ysin, yo bir mashinasidan nimadir topiladi, yo nimadir bo'ladi, yo bu haligi alkash bir nimaga chiqadi, uni badnom qilishadi shunaqa qilib. Meni bo'lsa, desa xulqi chataq ekan, desa xulqi chataq ekan, kechirib qo'yasizlar. Bu dunyoda nimanidir uyushtirishingiz mumkin, u dunyoda hisob-kitobimiz bor siz bilan. G'iybat qilganlarim. Alhamdulillah, musulmonman. Alhamdulillah. Allohning va'dasi bor, Allohning gapi bor. G'iybat qiling, narigi dunyoda haqqimni olaman sizdan. Tuhmat qiling, haqqimni olaman. Bu dunyoda ham olaman. Tuhmat, mana shunaqangi nima qilgan, meni rasmimdan ruxsatsiz foydalanayotgan ayrimlar. Qonun oldida javob berasiz. Qonunda oldida chiroyli qilib javob berasiz. Ki ana 102 ni tashkillagan bola o'zicha endi kecha kuni ana chiqib olibdi, ahmoq. Seni mana shu ahmoq deganim uchun sen meni javobgar qil, men seni ana tuhmatlaring uchun javobgar qilaman.
ishqiy munosabatda edi, nima zinoyda qo'yib berasan bo'ynimga. Qo'yib berasan. Sen javobgar bo'lasan. Men ustingdan ariza qilaman. O'sha ichki ishlar bo'laman, prokuratura bo'laman, ariza qilaman. Sen javob berasan. Nima bo'ldi? Prokuraturani ayblayapsan. Nimami? Azam oldinga kelib kameralarda bor, men qo'limda dalil turibdi. Oldinga kelib mashinada o'tirib sen bilan gaplashgandan keyin telefon qilyapsan. O'sha uchastkovoy bolani gapidan keyin. Nima bo'ldi? U bilan telefonlashganing detalizatsiyaning ichiga ham prokuratura qo'shib qo'ydimi? Yo, ichki ishlarda xavfsizligini boshlig'i kelib sen bilan ko'rishganda senga telefon qilgan, telefon raqamlari ham detalizatsiyada turibdi. Uni ham prokuratura qo'shib qo'ydimi? Seni uchrashganingda ham prokuratura sahnalashtirdimi? Majburladimi seni ko'rishni? Nima bilan? Uchastkovoy bilan. Qanaqa bir-biriga to'g'ri kelmayapti seni gaping. Odam to'g'ri yo'lda tanlash kerak. To'g'ri yo'lda tanlash kerak odam. Kecha bitta nimasi uchun bugun chiqib olib, qanaqadir bir kimlardadir gapiga ishonib, o'zingiz hayotingizni barbod qilmang, sizga maslahatim. Aqlingiz yetmagan ishga aralashmang. Aqlingiz yetmasa aralashmang. Bir nima bo'lsa, keyin gapingiz oxirida men aka kechirim so'ramang, undan ko'ra tuhmat qilmang. Dinimizda ham bor. Zino to'g'risida yolg'on ko'rsatma berdingizmi, yolg'on guvohlik berdingizmi, bir umr guvohligingiz o'tmaydi keyin sizni. Shu uchun qo'ying, meni ishimga dinda aralashtirmang. Meni ishimga dinda aralashtirmang. Din tomonlama Alloh taolida hisob kitobimni o'zim qilaman. Siz qilmaysiz meni o'rnimga kirib. Men qilaman. Xudo mendan so'raydi. Sizdan so'ramaydi. Dinda aralashtirmang. Qonunan kurashalmagan joyizga yugurib borib birovni olib kelib keling, bizga yordam bering deyishdi o'rniga. Jicha sabr qilib turing. Uzr, jicha asabiylashdim, chunki men hazm qila olmadim. O'zbek musulmon sifatida hazm qila olmadim. Bitta marakaga kirib intervyu olishni men hazm qila olmadim. Sizlarni bilmadim. O'ta ketgan pastkashlik bu. Endi ana kimnidir otasi chiqdi, u menga to'nkashyapti. Nimadirlar deb chiqibdi uni ham. O'zi kuniga nimadir o'ylab topshirib, paloncha yordam bering, palonqa qilib bering, pistoncha yordam bering, pistonqa qilib bering. Ochilib qolyapti, orqasida turganlar o'xshamayapti. O'xshamayapti. Nimaga sud quvvada bo'ldi? Nimaga quvvada bo'ldi? Meni ayblayapsizlar, kimgadir o'ynash qilyapsizlar, kechirib qo'yasizlar. Sal tilda tiyinglar. Men aytmayapman, ana nachalnikning dadasi Mirodi boshliq bo'lgan ekan, polkovnik ekan, yaqin qarindoshlarini kursdosh ekan sudya. Yo bir nima demayapman. Hamma qonuniy hal bo'ldi, xo'p men roziman deb o'tiribman. Shu vaziyatda ham bola chaqasini o'ylab o'tiribman. Insof kerak menda. Badnom qilishda ham sal boshqacha yo'llarini qidirib ko'ringlar. Qo'lingizdan nima bir jirkanch ish kelsa hammasini ishga solavermang. U kelajakda pensiyaga chiqasiz, siz ham xotin bola chaqangiz bor. Xudo shunaqangi hisob kitob qiladiki, dodingizni kimga aytaringizni bilmay qolasiz. Jim turib turing, agar qonunga qo'yib turing. Buni orqasida turganlar zaif tomoningizni ko'rsatmang buni qilib. Bitta ayol bilan bu darajada olishmang. Yana nima emish, videoga bir nima o'lib ketasan, bir balolar deb yozib qo'yibdi. O'limdan qo'rqadi deb o'ylaysizmi? O'limdan qo'rqsam shunaqa chiqamanmi internetga? Kim biladi, kimlar shunaqangi narsalardan qo'rqib tilini tiyib yashayapti. Qonuniy haqqimni so'rab chiqyapman. Yana oxirgi gapim, qo'yib bering menga o'sha darvozani ag'idan sizlar tezkor tadbiringlar bo'ladi-ku, qonuniy, mana chislo, falonchi, bunaqa xabar, mana shunga oydinlik kiritilishi uchun deb kiriladi, qaytib chiqincha kesilmaydi, ulanmaydi unaqangi tadbirlar. Qo'yib bering. Qo'limni ko'tarib xalq oldida kechirim so'rab chiqim. Tuhmat qilayotgan bo'lsa, buni qo'yib bering o'yinimga. Tuhmat qilayotgan bo'lsa. Dilarning ichidagi soxta ekspertiza xulosalari bir nimalarni tarqattirmasdan. Qani ichib ketyapti? Qani ichib ketyapti? Sizlarning qo'linglar bo'lmasa. Insof kerak hammaga. Mard bo'lib kurashing. Biror marta, aqalli bir marta shunaqa kurashing. Har doim yolg'on ma'lumotni berib qo'yib keyin, biz adashib ketibmiz deb chiqmasdan. Kimdir endi aybni yopish uchun kim boshqa yo'nalishda ayblashga o'tish endi juda ham bir kulgili holat. O'zingizni mo'rt tomoningizni bir ko'rsatadigan holat bu. Kechirib qo'yasiz. Oxirgi gapim. Ular bir nimani boshlamasa men internetga chiqmayman. Hozir surishtiruv tergov harakatlarida men umuman internetga chiqmoqchi emasman. Oxirgi intervyum o'sha Jahongir To'laganov bilan Sirojiddin medialarida YouTube kanalida chiqqandan keyin men ular trollari yo o'zlari bir nimani o'ylab topmasa, mana videoda qarab aytayapman, to'xtatdim chiqishdi.
To menga nisbatan tosh otilmaguncha men to'xtadim. Chunki hammani zeriktirish niyatim yo'q meni. Men haqqimni so'rab, qonuniy chora ko'rilishini so'rab chiqqanman. Agar menga noqonuniy xatti-harakatlar bo'lmasa, men chiqmayman. Meni ishim qonun doirasida ko'rib chiqiladigan bo'lsa, men internetga chiqmayman. Bas qiling. Orqasida turganlar, bas qiling. Qo'limdagi narsalarni internetga chiqarib tarqatishga majbur qilmang. Aqlimni ishlatib, qonun doirasida ish ko'rilishi uchun jim turibman. Ana unaqa ikkita bir bitamiz chiqib olib, unaqa degizdirib, bittasini betini ko'rsatmasdan bunaqa degizdirib, indiniga keyin bitta bolani chiqarib, bitta odamni gapirtirib, yo'q narsalarni chiqarib, unaqa narsalarni yo bir o'xshaydigan ish qilinglar. Topalmaylik, shuni oxirini topalmaylik, bu yaxshi odamni olib chiqibdi, mana gapiribdi deylik. Bo'ldi-da endi. Jicha agar asabiylashib gapirgan bo'lsam, xalqim, faqat sizlardan uzr so'rayman. Mana hozir YouTube'da ko'p ko'ryapman kommentariyalaringlarda, duolaringlarda. Sizlarning duoinglar sababli shu joygacha keldim. U meni bir nimam yo boshqa emas. Xudoni ishi bilan shetgacha kelyapmiz. Bandasini qo'lidan kelmaydi. Sizlarning duoinglar sabab sekin asta hamma haqiqat ochilib boryapti. Mana kimlar kimda farzandiligini, nimaligini, o'zini tarixi qanaqaligini Alloh ochmasa bandasiga emas. Butun xalqim, duo qilib turgan xalqim, sizga mingdan ming rahmat. Sizni duolaringiz sababli tirikman. Yaqinlarimni qo'llab turganligi sababli tirikman. Alhamdulillah oxirigacha boramiz. Lekin meni jarayonimga diniy tus berishga harakat qilmanglar. Meni jarayonimga agar nimadir hisob kitobim bo'lsa, men Alloh bilan qilaman. Men o'zim javob beraman. Siz javob bermaysiz-ku. Unaqangi nima qilmang. Fikrni bir marta bildiring. Agar siz bir manfaatingiz bo'lmasa, har kuni qaytdandir pul kelmaydigan bo'lsa, har kuni primoy qilishni keragi yo'q. Unda sezilib qoladi. Fikrni bir marta bildiring, xo'p, fikringiz ekan deyman, bo'ldi. Keyin ana negativga yozadiganlar. Tasavvur qiling, 11 kishi. 11 kishining 10 tadan qarindoshi bo'ladi. 100 tadan bir yaqini bo'ladi, kursdoshi boshqasi bo'ladi. Bir 1000 ta odam tayyorda. U narsaga lekin fikringizni bildirsangiz ham ehtiyot bo'lib bildiringki, kelajakda sizni javobgar qilish bo'lmasin keyin. Shunday qarab turib, bu haqorat qilibdi, bu tuhmat qilibdi deb turib, rasmimdan men ruxsat bermasam foydalanmang. Javobgarlik bor chunki qonunda javobgarlik bor. Men kimmandir emas, qonunda belgilangan bu. Hammaga rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling, duo qilishdan charchamang. Sizga mingdan ming rahmat, sizni qo'llab turganingiz uchun shu kungacha keldim. U onundaqangi provokatsiyalar hech qachon hech nima bermaydi. Xudo xohlab nasib qilsa, Alloh sekin asta hammaning yuzini ko'rsataveradi. Rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.